ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir zolim podshoh bo'lgan ekan. Lekin afsuski, shunday qudratli shahanshohning vorisi bo'lmagan ekan. Shuning uchun ham u o'z yurtining eng baxtsiz odami ekan. Shuncha boyligim kimga qoladi? Xudo ko'rsatmasin, agar ertaga o'lib qolsam, davlatimni kim boshqaradi? Ha? Hech kim. Peshonam qursin. Podshohlar ichida eng baxtsiz o'zim bo'lsam kerak. Ey Xudoyim, menga rahming kelsin. Yolvoraman, menga o'g'il ber. Boshqa podshohlar bolan yo'q deb meni ko'zimni ochirmay qo'yishdi. Allohning podshohga rahmi kelib, unga o'g'il ato etibdi. Podshoh unga Shahzoda deb ism qo'yibdi. Valiahd tug'ilgani munosabati bilan podshohga qo'shilib, butun xalq xursandchilik qila boshladi. Podshoh yolg'iz farzandining qoshidan jilmay, tunu kun unga umid bilan termuli o'tirar ekan. Xudoga shukr. Endi mening ham vorisim bor. Endi hech kim ustimdan kulmaydi. U o'sib ulg'aygach haqiqiy sarkarda bo'ladi. Meni boyligimni yanada oshiradi. Butun dunyo uning oyog'i ostida bo'ladi. Oradan yillar o'tibdi. Shahzoda o'sib, ulg'ayib, kelishgan yigitga aylanibdi. Lekin na otasining davlat ishlari, na tengqurlarining harbiy o'yinlari uni qiziqtirar ekan. U yolg'izlikni xush ko'rar, nayda mungli kuylar chalar va she'rlar bitar ekan. Tunda esa eng baland minoraga chiqib, yozgan she'rlarini osmondagi oy bilan yulduzlarga o'qib berar ekan. Yuragimda bir tuyg'u yashar. Nechun jonim buncha behalak? Tuyg'ularim dengizdek toshar, o'z qinidan chiqqudek yurak. Ya tavba. Xudodan shunaqa o'g'il tilaganmiz. Axir u g'irt tentak-ku. Shunchalik ham peshonam sho'r bo'ladimi, ha? Bir kuni tunda Shahzoda yana minoraga chiqib, osmon va falakka nazar tashlabdi. Shahzoda! Osmonda ikkita oy suzib yuribdi. Bu qanaqasi bo'ldi?
yo mo'jizanikina. Aqldan ozdimmikin? Men seni anchadan buyon kutaman. Bu kim bo'ldi? Tezroq yonimga kel. Ey oy yuzli parizod, men seni bir ko'rishdayoq sevib qoldim. Hozir yoningga uchib boraman. Hozir ketayapman. Sen bola ishingni yeb qo'yibsan. O'sha oyga o'xshagan qizni xayolingdan chiqarib tashla. Balki sen o'sha qizni tushingda ko'rgandirsan. Yo'q, ota. Uni tushimda emas, o'ngimda ko'rdim. Uning husn jamolini ko'rib, lol qoldim. Endi unga yetish uchun darhol yo'lga tushishim kerak. Usiz menga yashashning qizig'i yo'q. Oy soqchilar! Mana bu oshiqni eng baland minoraga olib chiqib qamanglar. Minoraning eshigini tambalab tashlanglar. Malikam. Ey parizod, men seni ishqingda ado bo'ldim. Bu bola boshga bitgan bola bo'ldi-yu, ha? Ha mayli, 1-2 kun minorada o'tirib tursin, zora esi kirib o'sha qizni unutib yuborsa, ungacha o'zim unga qalliq topib qo'yaman. Uylanaman desa, jon deb tegaman deganlarning sanog'i yo'q. U bo'lsa qayolagadir ketaman deydi-ya. O'rgildim sendek oshiqdan. Qo'y bolam, uni bir amalab qutqarib olishim kerak. Ey Malikam, sensiz menga hayot yo'q. Shahzoda, bolagina. Oyi, O'g'lim, hoziroq sevgiling tomonga qanot yozib uch. Vaqtingni boy berma. Otang seni uylantirish niyatida yuribdi. sog'inib qalbimni tilka pora qildi. Bolagina. Qorning ochib qolsa yersan deb ro'molimga non o'rab kelganman. Mana ushla. Malika, hozir. Voy, to'xta. Agar yo'lingda bironta bir nochorga duch kelsang, boringni u bilan baham ko'r. Shunda omad senga yor bo'ladi. Hozir yoningga yetib boraman. Hech kim yo'limga xavf bo'la olmaydi. Yo'llar olis, yo'llar adoqsiz. Lek yo'limdan qaytmayman aslo. Olisdagi oydek yuzli qiz mening yorim bo'lgaydir tanho. Ul kelgaydir mening shahzodam. Xalos etar qayg'u azobdan, yuragimdan ketar dard ham. Forig' etar dard kishanidan. Sevgilim, hozir yoningga yetib boraman. Shahzoda, tezroq kela qol. Ketyapman. Bo'ldi, hozir.
shahzoda yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mo'l yuribdi va nihoyat bir ko'l bo'yiga yetib boribdi. Bechora baliqchalar, qorningiz ochib qoldimi? Hozir men sizlarga non to'g'rab beraman. O malikam, husni jamoling ko'z oldimdan sira ketmayapti. Visolingga yetkayman qachon? So'zla go'zal, qaydan izlayin? Ko'zlarimga tor bo'ldi jahon, vasling izlab ne deb o'zlayin? Hey bola, hey, ko'zingni och. Voy, tavba qildim. Assalomu alaykum otaxon. Va alaykum assalom bolam. Xo'sh, qayoqqa ketyapsan? Mag'rib tomonda bir oy yuzli parizod bor. Bir ko'rishdayoq unga oshiq bo'ldim. Endi uni topishim kerak. U meni kutayapti. Ha, tushunarli. Bu ham ado bo'pti. Ho bola, menga qara. O'sha go'zalni visoliga yetishaman degan 40 ta yigitni qurbon bo'lganlar xabaring bormi? Meni yo'limga hech kim g'ov bo'la olmaydi. G'alati bola ekansan-ku. Senga yordam berishim mumkin. Bunaqa ishlarda ustasi farang bo'lib ketganman, lekin bitta shartim bor. Yo'lda nimaiki topsak, teng ikkiga bo'lamiz. Hamma shartingizga tayyorman otaxon. Faqat malikani vasliga yetsam bo'ldi. Qani, yura qoling otaxon, ketdik. Hey bola, to'xta. Buncha shoshmasang, bunaqada bezingga yetib qolmayman. Uni ustiga choponib yurishimga xalaqit qilyapti. Voy! Axir qarib qolgan bo'lsam. Otaxon, boshingizga kiyib oling, bo'lmasa shamollab qolasiz. Mana bu oyimning ro'moli belingizga bog'lab olsangiz, choponingiz xalaqit qilmaydi. Mana bu asoni ham oling, yurishda qiynalmaysiz. Ketdik. Sovg'alaring uchun rahmat. Saxiyliging senga omad keltiradi bolam. Hop, endi gap bunda. Bir necha chaqirim narida baland tog' bor. O'sha tog' cho'qqisida bitta saroy turibdi. Sen izlayotgan pari xuddi o'sha saroyda yashaydi. Menga qara, o'sha yoqqa borganimizdan keyin sen bola shoshma. Men aytganlarimni qilsang, murodingga yetasan. Bordi-yu bironta aytganimni qilmasang, o'zingdan ko'r. Senga biror nima bo'lsa, men javob bermayman. Kechda. To'g'ri. Nima deyotgandi o'zi? Ha, noning bormidi? Sen xavotir olma. Men bu yerdagi so'qmoqlarni 5 qo'limday bilaman. Voy! Sizga nima qildi otaxon? Qarichilik bolam, charchab qoldim.